Assalomu alaykum aziz do'stlar. Zalga birinchi marta kelgan odam nimadan boshlashni bilmaydi. Juda ko'pchilik shu borada qiynaladi. Demak, bugungi videoda shu savolga javob beramiz. Xo'p, zalga yangi chiqqan inson birinchi o'rinda full body trenirovkasini qilish kerak. Nimaga aynan full body? Chunki silovoy trenirovka har bitta muskulga alohida e'tibor bergani odam fizический nagruzkaga tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun yengil tanani o'rgatib olish uchun full body trenirovkasini qilish kerak. Ahliyor atlet o'zini fitness bo'yicha maslahatlarini Instagramda berib boradi. Men ismim Mirzo. Birgalikda sizlarga bu narsani tushuntiramiz. Endi sama saboy biz birinchi mashqdan boshlab o'ryapmiz, lekin aslida razminga qilinadi, to'g'rimi? Doim. Ha, endi sama saboy razmika qilinadi. Har bitta misol maktabda jismoniy tarbiyada qanday razmika qilinsa, xuddi o'shana qilib sustavlarda hamma yo'qlarni aylantirib qizitib oladi. Ko'pchilik begovoga kelib sirazi yugurishni boshlaydi. To'g'rimi bu? Begovoyda yugurish ham, qizib olish ham to'g'ri. 5 minut, 10 minut qizib olish to'g'ri. Keyin agar qanotga ishlaydigan kuni, misol turnirdan boshlagan ham to'g'ri. Birinchi mashqimizda to'rtpat xuddi 12 tadan bajariladi. Keyin negativ fazaga amal qilgan holatda chiqarayotganda sekin chiqaramiz. Totayotganda sal orqaga yotib ishlaymiz. Xo'p, paxolumay savollar ham berib ketaman, qarang. Hamma trenerda o'zini podxoti bo'ladi-da. Ha. Ya'ni birorta shogirdiga yondashadi. Qaysidir shogirdi masalan tajribasi bo'lsa, umuman unga boshqacha programma tuzib beradi. Shug'ullanmagan odam bo'lsa o'sha boshqacha. Xo'p, birinchi mashqimiz blokchining trenajyorda qanotga ishladik. Shirachayshilagi. Endi ikkinchi mashqimizda bitsepsga o'tamiz. Yes man. Bu mashqimizni ham 12 tadan 4 pat qilib bajaramiz. Mana ahliyorni kuzatsangiz, bitsepsi o'ta katta ko'rinadi. Ko'pchilik bu yoqqa negativ yozar ekan, ximiya qilasan, steroidda yurasan polniy deb yozishar ekan. Lekin mana men o'zim kelib bu yoqda kuzatdim. Natural. O'zingiz nima deysiz bunaqa negativlarga? Qanaqa qaraysiz? Xo'p, endi bu negativlar birinchi o'rinda saviyasizligidan, hali bu sportda aqli yetmaganligidan. Xo'p, ko'pchilik bir oy zalga chiqib olib turib, o'zidan boshqacha rezultat kutadi-da. Hali o'ylaydiki, bir oyda Ronnie Coleman, yo'qmasam Arnold Schwarzenegger bo'lib ketaman deb o'ylaydi-da. Sport dabavkalarni olishadi. Misol sport dabavkalaridan ortiqcha narsa kutishadi-da. Lekin bu oddiy dabavka xolos, ovqatdan ham olsa bo'ladi. Ko'pchilik misol mana sport dabavkada olganning sharoiti bo'lmaydi. Shular kaloriyasini hisoblab, o'shalarni o'rnini qoplab olsa bo'ladi. Agar sharoit yo'q bo'lsa, lekin baribir sport dabavkalar bu sportda muhim. Uzoq yillik tajriba ham baribir katta rol o'ynaydi. Masalan, siz 5 yildan ko'p ishlayapman deyapsiz. Qo'lingizdagi ob'yom, razmerining kattaligi genetikaga ham bog'liq. Genetikaga bog'liq, to'g'ri. Birinchi o'rinda qo'limning kattaligi bu genetikamdan, keyin mana shu yillar davomida qilgan mehnatimdan, mehnatingiz mahsuli. Mehnatim mahsuloti. Uchinchi mashqimizda qo'l orqasiga o'tamiz. Bu yerda gantel bilan boshimiz orqasidan razgibaniya bo'ladi. 12 tadan 4 pat xuddi bajaramiz. Iloji boricha tirsagimizni boshimiz tomonga yaqinlashtirib yopgan holatda bajaramiz. Boshlang'ich odam kelib turib, primo unaqa og'ir veslarda ishlash mumkin emas ishlash. Ha, endi travma bo'lish yuqori bo'ladi-da. Ba'zi birlarini ko'raman, masalan, oyoqda keladi, 140 kilo odam oladi. O'zi boshlaganiga endi 1 oy bo'ldi, lekin hobboniylik qilib yoki o'zidan qanaqadir qahramon yasab olib, og'ir veslarni prisedaniyalar qilib yoradi. Bu travmapasli narsami? Shuni tushunish kerak-da odam. Endi og'ir ko'tarayotganda ham bitta sabab bo'lishi mumkin. Ko'nglida travmasi bo'lishi mumkin. Uradigan gap bo'ldi.
yoki qizi tashlab ketgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Keyingi mashqimizda yelkani o'rtasiga bo'ladi. Bu yerda Mahif storini qilamiz. 12 tadan 4 podxod bajariladi. Full body deganimiz bu hamma mashqlarimiz hozir ko'rsatayotgan. Bir kunda bajarasiz. Shtobi 1-2 oyda hamma muskullarni, hamma organizmni og'irroq veslarga tayyorlab olish, yuqoriroq natijaga chiqish uchun. Xo'p, bu full body trenirovkadan maqsad tanani fizический nagruzkaga tayyorlab olish. 3 hafta davomida haftasiga 3 martadan bajariladi. Mashqlar orasidagi dam olishga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ko'p trenerlar 1 minut, 1,5 minut dam olish deydi. Aytib o'tmoqchiman. Xo'p, 1 minut dam oldingiz mana. 20 kg vestni ko'tardingiz, 1 minut dam oldingiz. 1 minut dam olganingizdan keyin u 20 kgni 15 ta ishlagan bo'lsangiz, yo 10 ta ishlagan bo'lsangiz, keyingi podxodingizda 1 minut dam olganingiz uchun o'sha 10 tani 8 ta yoki 6 ta ishlashingiz mumkin-da. Lekin 3 minutdan 5 minutgacha dam olsangiz, muskul yaxshi dam olgan bo'ladi. Va xuddi o'sha ko'targan vezingizni yo 10 ta yo 12 ta xuddi o'sha narsani yana ko'taraverasiz. Lekin bu yerda yana bitta narsasi bor. Katta muskullarga ko'proq dam olish kerak deydi. Masalan, gavda, ko'krak, oyoq. Shularga ko'proq dam olsa, rezultat foizi yaxshiroq bo'ladi. Endi keyingi mashqda biz primoy oyoqqa ishlaymiz. Ko'ryapsizlar, negativ faza ham ishlayapti. Biz Qattiqroq tepmadingiz. Tushirganda sekin tushiryapti. Xo'p, yangi zalga kelgan odam aytib o'tib ketishim kerakki, ko'proq trenajyorlar bilan ishlash kerak. Xo'p, keyingi mashqimiz bu gavda uchun, ya'ni ko'krak uchun qilamiz. Yangi zalga kelgan odam shu jim, shtangali narsalarga ko'p ham osilish kerak emas. Ko'proq mana shu aytib o'tib ketganimdek trenajyorlar bilan ishlash kerak ko'proq. To'g'ri. Keyin buni ham negativ faza ishlagan holatda chiqarganingizda, Sekin yopib, sekin chiqarasiz. Yopasiz. Постоянно sekinda. Demak, gavda qismida сокращение bo'lish kerak. Ishlash kerak. Mana endi biz press mashqini qilamiz. Ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadigan mashqaga. Ko'pchilik juda dangasalik qiladi, lekin dunyo bo'yicha press chiqarish qiyin. Nimada? Ko'pchilik mana shu og'ir press jarayonida ishlagandek og'riqdan, pressdan keyingi mana misol tiklanish press ishlagandan keyin og'riydi. Shundan ko'pchilik qo'rqadi deb o'ylayman. Oyoqdikidan. O'ng tarafdan chiqish kerakmi, chap tarafdanmi? Qaysi taraf qulay bo'lsa shundan. Muhim ishlasangiz bo'ldi aka. Bu bunaqa turganda o'ng qo'lim tepada tursinmi, chap qo'l? Okey. Xo'p, texnikasi bilan keyingi mashqimiz pressga bo'ladi. Qisilganda chiqarish kerak nafasni. Xo'p, demak tushishda ham e'tibor beramiz, o'ng oyoq bilanmi, chap oyoq bilanmi? Oxirgi mashqimiz oyoqda ikrasiga bo'ladi. Xo'p, ko'p zallarda bu trenajyor bo'lmasligi mumkin. Agar bu ko'p zallarda bu trenajyor bo'lmasa, buni keyingi mashqda ham ko'rsatib ketamiz. Удобный весni olib bajarasiz. Okey. Bu yazarlarga bo'lmasa, xolos tosh qo'yasiz bo'ladi. Oyoq teparoqda turish uchun tosh qo'yasiz bo'ladi yo bo'lmasa любой biratda oyoqni ko'tarib turadigan joyga chiqib olib. Ras uchiga chiqdik, tushamiz. Bu menimcha prejokni ham kuchaytiradi. Havoga bitta sakrashda bodybuilderlar uchib ketadi-yu. Demak bu значит futbolda ham yordam beradi. Chunki oyoqda mana oldi qismidagi muskullar driblingga javob beradi. Orqadagi o'sha primoy sprint va yugurish. Do'stlar, Ko'pchilik zalda esdan chiqarib qo'yadigan narsa toshlarni joyiga qo'yishda esdan chiqarishlar.
Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib o'taman, 15 yoshli bitta bola boribdi-da bizda Andijonda trenerga borgan. U trenerga borsa, sirazi sportivniy добавкалар yozib yuborgan. O'ta katta summada, 3 million atrofida. Bu qanchalik to'g'ri? Xo'p, birinchi o'rinda unaqa trenerdan qochish kerak. U trener sizga agar ortiqcha vazni bor insonga defitsit kaloriya qilinadi. Ortiqcha vazni bor inson va unga u trener ovqatlanish ratsionini tuzib berish kerak. Xo'p, so'zingizni oxirida endi bizni obunachalarimizga, bizni ko'rib turgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Xo'p, mehnat va bilim izlashdan to'xtamanglar. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizlarga foydali bo'ladi. Keyingi video sonimizda sizlarga yana ham foydaliroq bo'lgan mashqlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mehnatdan to'xtamanglar jigarlar. Genetikangizni o'zingiz tanlamasligingiz mumkin, lekin ovqatlanish rejimini, mashg'ulot rejimini o'zingiz tanlaysiz. Keyingi videolarda yana biz ko'proq bo'li qiyinroq darajalarni ko'rsatib o'tamiz agarda bu video qiziq bo'lsa. Izohlarda fikr qoldiringlar. Ko'rishguncha. Xo'p, kommentariyada sizlarga qanchalik qiziq bo'lgani shu haqda yozib o'tsalar, keyingi video chiqishiga bizga motivatsiya bo'lgan bo'lardi. Qani ketdik. Gaz